Assalomu alaykum Mahmud O'zqayran obunachilar. YouTube fotoğrafçıları, ashaddiy chorva ishqibozlari, akalar, ukalar, hoji tog'a, hoji onalar. Avvalambor hammamizga chorshanba tongi muborak bo'lsin. Alloh taolo xayrli, barakotli qilsin. Aytib o'tganimizdek, hafta kuniga chorshanba 2026-yilda 29-iyul sanasida Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama chorva bozoriga tashrif buyurganmiz. Xudo xolasa inshaalloh bugun qo'ldan kelgancha mana shu bozorda savdo bo'lib turgan, barakasi bo'lgan, oyoqqa, tuyoqqa, taroziga bo'lgan ma'lumotlarni inshaalloh yetkazish harakat qilamiz. Akalar, ukalar, Xudo xolasa bugungi videolarimiz har doimgidek 4 qism, 5 qism qilib sizlarga ma'lumotlarni berish harakat qilamiz. Yosh ko'chat novvoslar, sigirlar, bo'g'ozlar, qo'ylar va boqma buqalar ma'lumotlarini Alloh qodir qilganicha sizlarga ma'lumotlarni yetkazish harakat qilamiz. Akalar, Xudo xolasa bitta-bittadan like'larni bosib, kanalga obuna bo'lmasdan kuzatayotgan akalarimizga kanalga obuna bo'lib qo'yasiz, chunki hali bundan manfaatli, bundan qiziq videolarimiz, sizga foydali videolar, Xudo xolasa siz kutgan videolar hali oldinda. Akalar, Xudo xolasa bugungi birinchi qismimizga yosh ko'chat novvoslardan video obzorlarimizni boshlaymiz. Bo'lmasa boshladik. Akalar, duoda bo'lib turasizlar. Akalar, Xudo xolasa birinchi videomizning birinchi qismiga aytganimizdek yosh ko'chat novvoschalarni Xudo xolasa obzorlarini, videolarini, ma'lumotlarini sizlarga manfaatli qilib yetkazish harakat qilamiz. Akalar, Xudo xolasa novvoschalarni orqa ketlari. Aka, hormanglar, charchamayapsizlarmi? Nechta bor ekan aka sizda? Asha 6 tami? 6 tami, 10 tami? Ha, bu yoqlarda ham bor, Xudo xolasa. Nasib bu yoqlarda ham bor ekan. Bo'ldi aka, Xudo xolasa. Hormanglar, charchamayapsizlarmi? Qori o'shi son nechta? 15 ta. Bular ham hisob bular ham. Narxlar nech puldan boshlanyapti? 32. 19 dan. 18 dan. Çoğunası 21'den. 21 dan. 20'den. 20 dan. To'ra mangacha. Mana 6 ta bor ekan bu yoqda ham. Bu yoqlar bularchi nech puldan? 17'den beramiz. 17 dan xayr ekan bola, Xudo xolasa. Dastlabki xizmatlari butun O'zbekiston bo'ylab Xudo xolasa ishlayapti. Yebish salomatchiligi bir hafta garantiyasi bor. Telefon nomerini aytaveramizmi? 91lik 480 7400 raqamlariga bemalol aloqaga chiqib, ukamiz o'zidan ma'lumotlarini olib onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor, Xudo xolasa. Bozoringizni bersin, qori. Ha. Anaqa yoshroqdan, Xudo xolasa zo'roq boqaman deganlarga, akalar, Xudo xolasa siz so'ragan buqachalardan 1, 2, 3, 4 ta bu yoq soni cheksiz ekan. Xudo xolasa ma'lumotlarni sizlarga manfaatli qilib olish harakat qilamiz. Egalarini topsak albatta, Xudo xolasa. Aka, mollar kimdan ekan? Sizlardanmi? Chep? Sizlardanmi mol? Nechta bor aka? 10 ta bor aka. 10 ta, Xudo xolasa. Ashchigada kichkinadan boshlanyaptimi? Ha, ular bilan 10 ta. Kichkinadan boshlaveraylikmi? Sotib qo'ymadingmi kichkinalarni? Yo'q. 14 dan kam bor deyapti. Aka 1, 2, 3, 4, 5. 5 ova? 14 milliondan kam bor. Bu yoqqa tepaga qarab yursak-chi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 dan kam. 18 dan 3 ta qolyapti. Aka, bozorisi 20 kam. 20. Qo'ygan asqarimiz 23 dan kam. 23 dan kam bor, Xudo xolasa. Yebish salomatchiligi Bir hafta javob beradi. bir hafta savol javob bo'laveradi, Xudo xolasa. Mollar qayerdiki aka? Aka, Qirg'iz bor, Messi bor. Hozirgi adresi. Olib ketishga Paxtabod tomoni, Xudo xolasa. Telefon nomerlarini aytilaverammi? 77lik 726 0111 nomerlarga aloqaga chiqib, Xudo xolasa onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor. Dastlabki xizmatlarimiz bormi? Qayergacha chiqaveradi? O'zbekiston bo'ylab bitta berish xizmatlari Xudo xolasa ishlab turibdi. Akani o'ziga bemalol aloqaga chiqib, onlayn savdo qilaverasizlar. Aka, bozorda bersin, charchamanglar. Anaqalardan so'ragan akalarimizga Xudo xolasa ma'lumotlarni olish harakat qilamiz. O'zimizning mahalliy yuvonlar. Hormanglar aka, charchamayapsizlarmi? Nechta bor aka? 6 ta bor, xolos.
Yer biz salomatchiligi bir hafta savol javob bo'laveradi, xudo xolasa. Yebishchiga. Ash kichkinamiz narxi necha puldan boshlanyapti ekan aka? 13 milliondan. Tepaga qarab yursak 14 yarim, 15 yarim, 16, 17, 16 yarim. Akalar xudo xolasa mollarni qo'ymaslari 1.5 plusdan boshlab 1.15 plusgacha 5-10 sm farq qilyapti. Onlayn savdolarimiz bor, xudo xolasa aka. Telefon nomerlarini aytib o'raman. 90lik 259 66 77 nomerlarga aloqaga chiqib, akani o'zidan qolgan ma'lumotlarni olib, onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor. Dastlabkidan xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab chiqaradi aka. Dastlabkamiz chiqaradi xudo xolasa. Vodiy bo'ylab chiqarar ekan dastlabkamiz xudo xolasa. Keyingi manaqa buqachalarni, ma'lumotlarni xudo xolasa olamiz inshaalloh. Alloh qodir qilgancha. Xo'p. Qoraga sizdanmi? Nechta bor? Soni nechta aka buni? Soni 15 tacha bor. 15 tacha. Yebish salomatchilik bir hafta savol javob bo'laveradi, xudo xolasa. Mahmud Us kanali aka. Mahmud Us YouTube kanalidan chiqaradi, xudo xolasa. Bo'y baslari akalar xudo xolasa 1.5 dan boshlanib, bu yoq 1.15 plus 1.20 ga yaqin bo'ylari, xudo xolasa. Orqa ketlarni ko'rib ko'rasiz, oyoqlari, tuyoqlari hamma yo'q, xudo xolasa chiroyli. Necha puldan boshlanyapti kichkinasi narxi, xudo xolasa? 13,5 dan boshlanadi. 13,5 dan tepaga qarab yursak, Keta oladi 18,5 gacha. 13,5 milliondan 18,5 milliongacha mollarimiz bor, xudo xolasa. 18 milliongacha xudo xolasa mollarimiz bor ekan. Yebish salomatchilik bir hafta kun savol javob bo'laradi deyapti. Mollarimiz xudo xolasa qayerdiki aka? Ular Andijon shaharda. Andijon shahardiki. Dastlabki xizmatlari bormi aka, xudo xolasa? Telefon nomerlarini aytib qo'yaverammi? 91lik 875 37 nomerlarga aloqaga chiqib, akani o'zidan qolgan ma'lumotlarni olinib, onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor. Aka, bozoringizni bersin. Charchamanglar. Ular yo'qki. Akalar xudo xolasa keyingi navoqchilarimiz ma'lumotlarini berishda davom etamiz. Xudo xolasa akamizdan hozir egasini topsak ma'lumotlarni olamiz. Turishlari xudo xolasa chiroyli, oyog'i, tuyog'i, orqa ketlari hamma yo'g'i joyida. Hozir oldilarini ham bunday olti bitta ko'rsatib qo'yamiz. Oq quloq, oq tumshuq joylari ham bor, xudo xolasa. Xo'p. Bo'y baslari 1.5 plusdan boshlanib, xudo xolasa bu yoqqa 1.15, 1.20 pluslari ham bor. Orqa ketlari xudo xolasa chiroyli. Mana kattarog'dan baqaman deganlar holaga razmga chiqib qo'yadi, xudo xolasa. Aka, hormanglar, charchamayapsizlarmi? Nechta ekan soni aka? 15 tacha bo'lsa bir, xudo xolasa. Bular yebish salomatchiligiga aka bir hafta savol javob bo'laveradi. Mollar qayerdiki aka, xudo xolasa? Xo'p. Aka, buni kichkinasi narxlari necha bundan boshlanyapti? 13 ga. Ikkita chiqqan undan ashunda aka? 13 milliondan 22 milliongacha xudo xolasa mollarimiz bor. O'zi xohlagan razmerda bemalol tanlab olish imkoniyatlari bor. Dastlabki xizmatlari bor, xudo xolasa aka. Uyda ham bor, xudo xolasa. Doim o'zingizda har doim bo'ladi, xudo xolasa, qiziqqanlarga. Telefon nomerlari berilaveradimi? Aytavering aka. 93lik. Nechi? 782 47. Aytilgan nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor. Akani o'zidan xudo xolasa ma'lumotlari olinaveradi. Dastlabki xizmatlari butun O'zbekiston bo'ylab ishlab turibdi. Aka, charchamanglar, bozoringlar bersin. Men qadam bilaman uni. Akalar, keyingi ma'lumotlar xudo xolasa mana qanaqa razmerlardan bo'ladi. Xolasa turishlari. Oq chetlari. O'zimizda mahalla shu yerdan qiziqqanlarga akalardan ma'lumot olamiz. Bo'y baslari xudo xolasa 1.5, 1.10 atrofida. Aka, narxlar necha puldan bo'lyapti ekan? 12 dan narx aytyapti. 12 dan narx aytilyapti. Har kam bora xudo xolasa. 10,5 dan so'ralyapti. 10,5 so'radi bozorda, xudo xolasa. Yebish salomatchiligi bir hafta savol javob bo'laveradi, xudo xolasa aka. Mollar aka qayerdiki? Qaytida kamsa bo'ldi. Qaytida mollari, xudo xolasa. Aka, onlayn savdo qilishsa telefon nomerlari berilaveradimi? Aytavering aka, telefon nomerlari. 99lik 925 88 82. Aytilgan nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol akani o'zidan qolgan ma'lumotlari olinib, onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor.
Aka, qiziqqanga kelishib qolsak yetkazib berilaveradimi? Andijonga, Vodiyga qayergacha aka? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab yetkazib berilaverar ekan, xudo xolasa. Aka, sizda nechta bor? 3 tami sizda ham? Aka, xudo xolasa. Ma'lumotlarni berib ko'ramiz akalar, xudo xolasa. 15 ming. Boy bahslar xudo xolasa 1.10 plus. Narxlar nech pul deyapsiz aka? 13 milliondan 3 oy ham bir xil xudo xolasa. 13 milliondan kam xayri ham bor aka. Yebish salomatchiligi bir hafta savol javob bo'laveradi. Xo'p, bularga ham dastlabki chiqaveram aka. Andijon Vodiy bo'ylab telefon nomerlar berilaveram aka. Aytavering aka. 93lik 259 59 22 aytilgan nomerga aloqaga chiqib akaning o'zidan qolgan ma'lumotlar olinib, bemalol onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor. Akalar bozorlarni bersin, charchamanglar. Aka, ma'lumotlarni olsak bo'laveradimi? 3 tami sizda ham aka, xudo xolasa. Orqa ketlari, xudo xolasa, oldi ko'rinishlari, bellari akalar bemalol e'tibor berib qo'yasizlar. O'zimiz mahalliy shvedlardan. Nech pul aytyapmiz aka narxini? 14 dan 3 oy ham bir xil narx chiqaveradi, xudo xolasa. 14 milliondan xayri kami ham bor, xudo xolasa. Yebish salomatchiligi bir hafta savol javob bo'laveradi. Telefon nomerlar berilaveradimi aka? 95lik 863 65 75 nomerlarga aloqaga chiqib, akaning o'zidan qolgan ma'lumotlari onlayn savdo qilib olinaveradi. Dastlabki chiqqanmi aka Andijonga, Vodiyga? Xudo xolasa dastlabki xizmatlari ham ishlab turibdi ekan. Aka, bozoringizni bersin. Aka, ma'lumotlarni olsak bo'laveradimi? Xudo xolasa bir chekkadan ketyapmiz. Chiqishlari, oyoqlari. Bo'ladi 1.5 1.10 atrofida. Nech pul aytyapsiz aka? 14,5 million qorasiga aytilyapti-kan. Mana bu Eston sifatiga xudo xolasa 13,5 million narx aytyapti. Aytilgan narxlar muhim emas, ham kami bo'ladi xudo xolasa. Yebish salomatchiligi bir hafta savol javob bo'laveradi. Dastlabki bormi aka Andijonga, Vodiyga? Kelishilgan holda bo'lsa bo'laveradi xudo xolasa. Nomerlar aytaveramizmi aka? 99lik 212 99 66 nomerlarga aloqaga chiqib, akaning o'zidan qolgan ma'lumotlar olinaveradi. Onlayn savdosi xudo xolasa kelishilgan holda dastlabki xizmatlari bor deb aytishyapti. Aka, bozoringizni bersin. Xo'p. Keyingi manaqa mahalliy o'zimiz shvedlarni. Aka, nech pul so'rayapsizlar? 16 dan kam xayri ham bor, xudo xolasa. Yebish salomatchiligi bormi aka? Xudo xolasa bir hafta savol javobi. Dastlabki chiqaverammi? Kelishilgan holda, xudo xolasa. Andijonga, Vodiyga. Telefon nomerlari aytilaveradimi? Aytavering aka. 99lik 617 0446 nomerga aloqaga chiqib, akaning o'zidan qolgan ma'lumotlar olinaveradi, xudo xolasa. Onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor. Dastlabkilari kelishilgan holda Andijonga, Vodiyga chiqaveradi, xudo xolasa. Aka, bozoringizni bersin, charchamanglar. Xo'p, Mahmud o'z kanal aka, YouTube kanal. Aka, sizda nechta, ikkitami? Ha, bir xil, xudo xolasa. Aytilgan nomerlarga aloqa chiqsa bo'laveradi, xudo xolasa. Bo'ldi, mana shu akamizga aloqaga chiqilaverar ekan, xudo xolasa. Akalar, bozoringlarni bersin. Charchamanglar. Akalar, xudo xolasa bugungi berilgan ma'lumotlarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta-bittadan like'larni bosib qo'yasizlar. Bozorda mol ko'p, har bittasini xudo xolasa ma'lumotlarni beramiz desak, ertamandan kechgacha vaqtingizni olib qo'yamiz. Vaqt bu aka, xudo xolasa eng qimmatli narsa. Vaqtlar uzoq olmaymiz, qisqa va lo'nda qilishga harakat qildik. Akalar, kanalni kuzatishda davom etinglar, xudo xolasa. Bundan keyingi videolarimiz ham xudo xolasa sigirlar, boqma buqalar, qo'ylar haqida bo'ladi inshaalloh. Sizlarga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, bitta-bittadan like'larni bosib, obuna bo'lmasdan kuzatayotgan akalarimizga obuna bo'lib qo'yasizlar degan maslahatni beradi, chunki bundan keyingi videolarimiz xudo xolasa siz kutgan videolar bo'ladi inshaalloh. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar akalar, xudo xolasa. Salomatchilikda ko'rishaylik, o'zingizni ehtiyot qiling akalar.